Hurmatli sirdaryoliklar, joriy yilning 25-dekabr kuni soat 12:00 da Sirdaryo viloyati Ma'naviyat va ma'rifat markazida shoir Muhammad Ismoilning Taraddud nomli kitobining taqdimoti bo'lib o'tadi. Yangi kitob 3000 adadda Toshkent shahridagi Ijod nashriyotida chop etildi. Loyiha rahbari Ahmadjon To'ra. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, aynan Taraddud nomli kitobi rus, turk, ingliz tillariga tarjima qilinishi ham rejalashtirilmoqda. Tadbir davomida siz Muhammad Ismoilning to so'nggi nafasgacha, millat yuragining durdonalari, gapning qisqasi yaxshi, oyga osilgan bayroq singari asarlari bilan tanishish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Ma'lumot o'rnida, shoir Muhammad Ismoilning 14 ta asari ekranlashtirilgan, 200 dan ortiq she'rlari Ozodbek Nazarbekov, Sevara Nazarxon hamda Asadulloh Xoliqov singari mashhur xonandalar tomonidan sevib ijro qilingan. Taraddud nomli kitob taqdimotida sizlarni Turkiya hamda Hindistondan keltirilgan sovg'alar ham kutmoqda. Sizni kitobxonlik bayramiga taklif etamiz. Manzil Sirdaryo viloyati Ma'naviyat va ma'rifat markazi.